homila paytida va homila tug'ruq jarayonida va homiladan keyingi gipoksik o'zgarishlar, o'z-o'zidan qizarib ketish, yurak tez urib ketishi, o'z-o'zidan sababsiz hushdan ketish holatlari va og'izdan ko'pik kelish. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun ko'pchilikka tanish bo'lgan va tushunarsiz bo'lgan epilepsiya kasalligi haqida gaplashamiz. Dunyo aholisini ayrim statistika manbalarida 50 million, ayrim statistika manbalarida esa 60 million aholi epilepsiya kasalligi bilan aziyat chekadi. Xo'p, bu juda katta ko'rsatkich hisoblanadi. E'tibor bering. Xo'p, epilepsiya kasalligini bir nechta asosiy belgilari bor. Birinchisi bu hushdan ketish, o'z-o'zidan sababsiz hushdan ketish holatlari va og'izdan ko'pik kelish va sevib qo'yish holatlari. Keyin tonik-klonik xurujlar, ya'ni hushdan ketib mushaklar tortishi bilan kechadigan xurujlar. Undan tashqari absens epilepsiya. Bu bir necha 5 yoki 10 sekundga o'z-o'zidan qotib qolish yoki bir nuqtaga termilib qolish holatlari kuzatiladi. Xo'p, keyingisi fokal xurujlar. O'ng yoki chap qo'l-oyoqlarning lokalniy ravishda xurujlari kuzatiladi va vegetativ disfunksiyalar, ya'ni bunda o'z-o'zidan qizarib ketish, yurak tez urib ketishi, bu tanada ko'p terlash holatlari ham epilepsiya kasalligini belgilaridan bo'lishi mumkin. Undan tashqari esa mioklonik epilepsiya. Tana, ya'ni inson hushdan ketmaydi, ya'ni yiqilmaydi. Ma'lum bir mushaklar turlari, ma'lum bir mushak qismlari xurujga uchraydi. Natijada esa epilepsiya kasalligini belgilari boshlanganligidan dalolat beradi. Endi epilepsiya kasalligini bir nechta sabablari fanga ma'lum. Eng ko'p uchrovchi sabablardan bittasi bu genetik moyillik hisoblanadi. Ya'ni ota-onasida yoki yaqin qarindoshlarida bo'lgan insonda epilepsiya kasalligini uchrash ehtimolligi juda yuqori hisoblanadi. Bundan tashqari qandli diabet ham epilepsiya kasalligini sabablaridan biri bo'lishi mumkin. Keyingi sabablardan bosh miya jarohatlari, o'tkazilgan infeksion kasalliklar, homila paytida va homila tug'ruq jarayonida va homiladan keyingi gipoksik o'zgarishlar, undan tashqari bosh miyada kista, o'sma holatlari, bu ham epilepsiya kasalligiga sabab bo'lishi mumkin. Epilepsiya kasalligini davolash xalqaro standartlar bo'yicha dastlabki taktika bu dori-darmonlar bilan o'sha xuruj qo'zg'atayotgan o'choqni bloklash hisoblanadi. Buni bir nechta guruhlari bor. Birinchisi bu natriy kanal blokatorlari, bu karbamazepin, fenlipsin, milipsin gruppa dorilar. Undan tashqari xurujni qo'zg'atuvchi asetilxolin retseptorini bloklovchi va uni ishlab chiqarilishini pasaytiruvchi dori gruppalari bor. Albatta bu dorilarni shifokor tavsiyasi bilan va nazoratida berilishi kerak. Undan tashqari, ketogen dieta. Organizmda yog'li mahsulotlarni normallashtirib, oqsil va yog'li mahsulotlarni normal iste'mol qilib, shirinliklarni, kofe, gazli ichimliklar va shakar mahsulotlarini juda ham kam iste'mol qilish yoki bo'lmasa butunlay cheklash xurujlarni asosiy sababini yo'qotishga urg'u beriladi. Keyingisi ketogen dieta. Ketogen dieta bu organizmda yog' va oqsil moddalarini normal iste'mol qilib, shakar va shunga o'xshagan shirinlik mahsulotlarini kamroq iste'mol qilish yoki butunlay cheklash juda ham yaxshi samara beradi. Keyingisi bu vagus nervi, ya'ni adashgan nerv bor. Shuni zamonaviy metodda farmakoresistentniy epilepsiya, ya'ni dori-darmon ta'sir qilmaydigan epilepsiya turlari bor. Shunda vagus nerv stimulyatsiyasi, bu neyroxirurglarimiz, ya'ni O'zbekistonda bir nechta neyroxirurglar amalga oshirmoqda, yo'lga qo'yilgan. Bu ham davolash taktikasida juda yaxshi samara beradi. Bu holat faqatgina dori-darmon ta'sir qilmaganda yaxshi effekt bermoqda. Va undan keyingi holatlar bu xirurgik yondashuv, ya'ni jarrohlik yo'li bilan bosh miyadagi xurujni chiqarayotgan o'choqlarni ma'lum bir qismini, ya'ni chastini olib tashlash. Bu neyroxirurglar juda ham samarali amalga oshirmoqda va undan tashqari esa kundalik hayot tarzini normallashtirish, ya'ni uyqu, stress
jismoniy mashqlar, organizmni kislorod bilan ta'minlashni normal yo'lga qo'yish va oziq-ovqat mahsulotlarini to'g'ri tashkillashtirish organizmda xurujlar, ya'ni epilepsiya kasalligini davolashda e'tibor qilinmaydigan va juda katta ahamiyatga ega bo'lgan yo'llardan biri hisoblanadi. Xo'p, epilepsiya kasalligi bu davolab bo'lmaydigan kasalliklar turiga kirmaydi. Epilepsiya kasalligi davolab bo'lmaydigan kasalliklar turi emas. Faqatgina uni turi aniqlanib, unga qo'shimcha tekshiruvlar qilinib, standart asosda dorilar berilib, faqatgina bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Dori nazoratida xuruj bloklanadi va dori bilan uzoqroq muddat bemor qabul qilinishi kerak. Keyin qaysi dozada, qaysi dorida va necha mahal ichilishida to'xtagan bo'lsa, xalqaro standart bo'yicha 3 yil ichiladi va sekinlik bilan buni sxematik ravishda pasaytirib olib chiqib ketiladi. Epilepsiya bu umidsiz kasallik emas. Agarda bemorda kasallik to'g'ri va erta aniqlansa, albatta oddiy hayot tarziga qaytish shuncha tezroq bo'ladi. Agarda siz va yaqinlaringizda hushdan ketish holatlari, tonik-klonik xurujlar, ya'ni tanadagi titroqlar, siyib qo'yish holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, albatta zudlik bilan nevrolog shifokoriga murojaat qiling va albatta MRT, EEG tekshiruvlarini o'tkazish lozim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Epilepsiya kasalligi haqida savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.